Aslında kadında Halpa da onu alıp Dortayga qo'y boshlashdi. Dorvozga bosh oyoq saqo qilishdi. Dortayda nima duolar ijobat desa, ko'pchilikning nazari tushadi. Ko'pchilik duosi buni yotgan daraxtga yuzlashtiradi deydi. Demak, ko'pchilik duo qilaylik. Avvalidan man nima duo qilaman? Avvalida farzand yo'qlarga ilohim bir qo'shqordi, o'g'illarga bir shirmoy uyda qizlarni bersin ilohim. Berganda ham aqli hushi bilan, chiroy simmati bilan, ota-onasi bilan bersin. Safarga ketayotganlarda uydagilarga bir zo'rlik, peshkasida xonadonidan yorug' yuz bilan chiqibdimi? Yorug' yuz bilan to'lib toshib xonadoniga qaytishda Alloh o'zi nasib etsin. Yana ko'pchilik O'shada turmaning ichida o'tirishdi. Ilohim mana shu turmaning ichida o'tirganlarga mushkullarini oson qilsin. Yorug' yuz bilan xonadoniga qaytsin. Ko'p niyatlaring menga qorong'u, o'zlaringizga yorug'. O'ylab yetalmayotgan niyatlaringga ko'pchilikning duosi bilan Alloh ziyodasi bilan yetkazsin. Amin.